Ushbu videoda ko'rayotgan insonning zurriyotidan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlari ila jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Do'stim, men niyat qilyapman, amin deb yozing. Amin deb yozganingiz singari 10 yelkangizdagi farishtalaringiz savob daftarlaringizni to'ldirib tashlasin. Hozir yana bir ziyoratchimiz bilan mana o'tiribmiz. Mikotdamiz, hozir ihromga kirdik, alohida umra qilinyapti bu yerda. Hozir agar siz Rossiya hududidan umra ziyoratlarini qilmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar sizlarga umra ziyoratlarini taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xayr, so'z nag'izmi? Alhamdulillah, Hazrat Samika. Alhamdulillah. Hazrat, ну как вам наш тур понравился? Alhamdulillah, условия очень хорошие. Совершили 2 умры. Вот сейчас до Микати, иншаллах, по воле Аллаха, совершим второй умру. Второй умра. Очень Да? хорошо. Это второй бесплатный умра получается. Это вторая бесплатная получается. Inshaalloh. Agar sizlar ham Rossiya hududidan umra ziyoratiga kelmoqchi bo'lsangiz, +7 kodi bilan 965 026 96 06 raqamlariga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ahlan va sahlan. Shukran habibi. Jazakallohu xayr.